Bechora yigitni 3 yildan beri sarson qilasan. Onasini ham sovchilikka kelaverib, tinkasi quridi. Sovchisi boshqa kelmaydi. Men u bilan gaplashib oldim. Sen har safar shunday qilasan. Axir u yigitni nimasi yomon? Shunday yigitga tegmasang kimga tegasan? Ovqat menga shahzodani kutyapsanmi? Menga otini rangini farqi yo'q. Eshakda kelmaydimi menga desa? Xolasi piyoda kelsin. Lekin uni ko'zlarida haqiqiy muhabbatni ko'rsam deyman. Xuddi Majnundek sevsin. Sen qizni kallang aynib qopti. Majnun bu kitob. Bir ertak. Bu esa hayot. Hayotim ertaklardagidek bo'lishni istasam, bunda nimasi yomon, oyijon?